Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugungi mavzuimiz previewdan ko'rganingizdek prepositionlarning 3 ta turi. Prepositionlar o'zi aslida 3 ta turga bo'linadi. Preposition of place, preposition of time and preposition of moment. Preposition of place joyni bildiradi. Masalan, in ichida. Masalan, the book is in the bag. Kitob sumkani ichida. On ustida. The book is on the table. Kitob stulni ustida. At yonida, ya'ni yaqin joyda joylashgan. Masalan, she is at the door. U eshikning yonida. Keyingisi under, tagida, ya'ni ostida. The cat is under the table. Mushuk stolni tagida. Next to, yonida. The chair is next to the table. Stol stulni yonida. Behind, orqasida. The car is behind the house. Mashina uyning orqasida. In front of, oldida. The dog is in front of the door. It eshikni oldida turibdi. Xo'p, keling endi preposition of time haqida gaplashsak. Preposition of time bu vaqtni bildiradi. Preposition of time'da in, on, at bor. In boya preposition of place'da faqat ichida degan edi. Ana endi bu yerda in bilan eski vaqtlar haqida gapirsak ham bo'ladi. Masalan, in 2024 o'tmishdagi gap uchun, keyin oylarni oldidan ham ishlasak bo'ladi. In July, in March deb. Keyin in the morning, ertalabdan. Keyin in yil va oy hamda uzun vaqtlar uchun ishlatilinadi. Keyin ikkinchisi on, kun, sana, oy uchun. Endi keling qarang. On Monday desak bo'ladi, on bilan. Keyin on 5th May. Endi faqat oyni aytdik. Onda endi raqam bilan aytsak, o'sha payt on bo'ladi. On kun va sanalar uchun ishlatilinadi. At aniq vaqt uchun aytganda. At 7 o'clock. At noon. Shunaqalar. At aniq soat va vaqt. Xo'p, keling endi preposition of moment haqida gaplashsak. Bu harakat. To ga degani. Ya'ni I go to school. Men maktabga boraman. Into ichiga. She goes into the room. U xonani ichiga kirdi. The cat jumps onto the table. Onto ustiga degani. Ya'ni mushuk stolni ustiga sakradi. Across bo'ylab, ya'ni kesib o'tish. He walks across the street. U ko'chani kesib o'tdi. Through ichidan o'tmoq. The dog runs through the tunnel. Ya'ni it tunnelni ichidan o'tdi. Along bo'ylab. They walk along the road. Ular yo'l bo'ylab yurishdi. Bunaqa foydali kontentlar uchun obuna bo'ling, like bosing va tarqating hamda boshqalarga ham ulashing.